Assalomu alaykum. Mana 2 yil bo'ptiki, Beverwan kompaniyasi Greenway Global platformasi bilan birlashib 5 tagina atiga yapon mahsulotlarimiz bugungi kunga mana shu 2 yil ichida 1000 dan ziyod mahsulotlarga aylandi. Bu shunday mahsulotlarki, nafaqat sog'lomlashtiruvchi, bu biz har kuni o'rganib qolgan, kundalik hayotimizni ishlatadigan mahsulotlar. Keling, bu haqda batafsil ichkarida gaplashamiz. Har bitta inson ertalab uyg'onar ekan, u tishini yuvadi, bet-qo'lini yuvadi, cho'miladi, uyini tozalaydi, kirini yuvadi va kundalik ehtiyoj shunaqa tovarlari borki, bu tovarlar biz har doim uni yo magazindan, yo bozordan, yo supermarketdan sotib olamiz. Va mana bu mahsulotlar hammasi bu bizni kundalik ehtiyojmonlarimiz bo'lganligi sababli bizni analitiklarimiz buni hisoblashganida har bitta oila oyiga $50 bilan $150 atrofida xarajat qilar ekan aynan mana shu mahsulotlarga bir oy davomida. Va hattoki oilalar mavjud ekanki, ular hattoki $1,5 gacha mahsulotni sarflar ekan, mahsulotga pullarni. Bilasizmi, bu mahsulotlarning hammasi shunaqangi ko'rinishda qadoqlanganki, davaychi misol qilib olamiz. Mana bu olaylik sovun. Bu idish tovuq yuvadigan sovun. Gel o'rniga. Ammo gel ham mavjud. Mana bunday qadoqda. Buni bir g'alati tomoni, bu ko'pirmaydi. Nimaga ko'pirmaydi? Chunki bu 100% tabiiy. Ya'ni bu yerda siz hozir eshitayotgan, siz ko'rayotgan mahsulotlarning hammasi tabiiy, 100% inson sog'lig'iga programma minimum zarar yetkazmaydi. Programma maksimum qandaydir foyda olib keladi. Endi keling sizga ko'rsataman, mana bu meni eng sevimli mahsulotlarimdan, bu kir yuvadigan sovun. Bunga hattoki cho'milsa ham bo'ladi. Biotrim brendidan kir yuvsa bo'ladi, idish tovuq yuvsa ham bo'ladi, nafaqat limonda. Ya'ni bu ham demak yuvish vositasi uchun ham shaxsiy gigiyenaga ham hattoki ishlatsa bo'ladi. Shaxsiy gigiyenaga ham alohida sovunlar bor. Ya'ni hammasi xilma-xil. Bu yerda mana bunaqangi idish tovuq qo'yadigan salfetkalar va hokazo choylar, hattoki meni yaxshi ko'rgan kokteylim. Quruq shampun haqida eshitganmisiz? Rahmat. Mana bu mumiyalik quruq shampun. Sovunga o'xshaydi, da. Bu sovunga o'xshaydi, lekin aslida shampun. Keragicha ish qilaysiz, keragicha ko'piradi kstati, bundan faqat chiqindi nima chiqadi? Mana bu salafan xolos. Mana bu qog'ozcha bilan. Qolgan hammasi bu tabiatga oqib ketadi. Buni mag'zavasi aytgandek, gulli daraxtdagi ham qo'ysa bo'ladi. Mana bu qog'oz esa bu ikkinchi perrabotkadagi qog'oz. Biz ataylab daraxtlarni kam kesish uchun biz ikkinchi perrabotkadan foydalanamiz va u ham yetmaganidek bu qog'ozlarni biz keyin qayta qadoqlashga yana ishlatamiz. Ya'ni keling endi bu haqida gaplashaylik. Mana bu yerda har bitta bizning ofisimizga kelsangiz, mana bunaqangi ajoyib qutilarni ko'rasiz. Misol uchun bu plastik idishlar uchun, bu oyna uchun, bu qog'oz uchun, mana bu esa boshqa sortirovочный mahsulotlar. Har bitta hamkorimizni qo'lida mana bunday maxsus ilova bor. Har bitta bizni iste'molchimiz hattoki o'zini maxsus shaxsiy kabinetiga ega. Chunki biz iste'molchilarimizni ro'yxatdan o'tkazib olamiz. Hozir sizga mana shu ilovamizda bir narsani ko'rsataman. Bu yerda mana Moy ofis degan tugmani bosamiz va bu yerda Eko достижение degan tugmani ko'rasiz. Mana bu yerda e'tibor bering, meni shaxsiy eko достижением. Mana bu esa komandani eko достиженияsi, mana bu esa Greenway Global'ning eko достиженияsi. Demak, mayida keling ko'ramiz nima ekan. Demak, shaxsan meni o'zim 466 litr kimyoni tashqariga chiqmasligini ta'minlabman. Aynan eko mahsulotlar tanlab, eko mahsulotlardan foydalanganim uchun. U mahsulotlarni aytgandek qadoqlarni ham to'plab qo'yganman, keyin ko'ramiz. 17 metr kvadrat plastikni tashqariga tashlanmasligini ta'minlabman va 1170 dona demak idishlarni, plastik idishlarni axlatga tashlanmasligi va atrof muhitni, tabiatni muhofaza qilish uchun 609 ming, deyarli 607 ming nima qilibman? Xayriya ehsoniga pul ajratibman.
Bu shaxsan o'zimniki. Endi keling komandamnikini ko'rsataman. Oho, bu yerda raqamlar ancha katta. Komandaniga e'tibor bering, bu 28 ming, почти 29 ming litr kimyo tashqariga chiqmadi. 2749 metr kvadrat plastik ishlatilmadi va 66 ming, deyarli 67 ming plastik idishlar chiqindi bo'lmadi va 46 million so'm tabiatni asrash uchun e'tibor bering, ehson bo'ldi. Va bu loyihalarning hammasini ushbu rolikda keyin ko'rasiz. Oxirida ana endi eng qiziq joyga keldik. Greenway Globalnikiga keldik. Ya'ni kompaniyaning hozir biz qilgan demak umumiy, men hozir sizga o'zimnikini ko'rsatdim, komandamnikini ko'rsatdim, ana endi sizga kompaniyanikini ko'rsataman. Demak, e'tibor bering. Kompaniyaniki demak mana shu bugungi kunga dataga qadar 2025-yil dekabr oyiga qadar e'tibor bering 6 million 778 litr kimyo tashqariga to'kilmadi. 525.583 metr kvadrat plastik salafan ishlatilmadi. 15 million, deyarli 16 million dona plastik butilkalar, qadoqlar tashlanmadi va e'tibor bering 1091 dona daraxt ekildi. Undan tashqari biz 2034-yilga qadar biz rejalar bu yerga qo'yganmiz. Qanaqa rejalarni rejalashtirganimiz haqida va bularning ichida, hammasini ichida hattoki inshaalloh O'zbekistonda Orol dengizini qayta tiriltirish loyihasi ham o'z joyini oladi bu yerda inshaalloh. Bu yerda mana bizni ishlab chiqarishimiz, demak Greenway'ni ekologiyada qilgan premiyalari va har xil loyihalari haqida ma'lumot. Bu har bitta shaxsiy kabinet, ya'ni har bitta hamkor, har bitta iste'molchini shaxsiy kabinetida siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar. Va butun mana bu mahsulotlarning hammasi qadog'i tufayli, ularni ishlab chiqish ko'rinishi tufayli biz atrofga mana ko'rganingizdek kimyolar chiqarmayapmiz va bularning hammasi atrof muhitni ham tozalab, ham saramjon tutib, inson sog'lig'ini saqlab, biz tabiiy resurslarni ekonom qilyapmiz. Va bularning ichida yana eng yoqimlisi, eng bizni quvontiradigan biz atrof muhitni, hayvonot olamini asrash uchun byudjetlar ajratyapmiz. Boya boshlagan gapimni boshida mana 2 yil bo'ldi, mingdan oshiq mahsulotlardan foydalanyapmiz dedim. Men o'zim mana 2 yildan beri bu mahsulotlarni foydalanyapman. Ana endi sizni uyimga taklif qilmoqchiman, chunki uyda ota-onam, bolalarim, ayolim menga 2 yildan beri dod faryod qilayotgan bitta ishim bor. Uni siz ham ko'rganingizda boshingizni ushlab qolasiz. Videoni uyimda davom ettiramiz. Shu do'stlar, uyimga xush kelibsiz. Sizlar bilan hozir meni uylarimdan birida, aniqrog'i bolalarim bilan yashaydigan domimga keldik hozir. Bu yerda hozir bitta ajoyib, aqlingiz bovar qilmaydigan, menimcha to'shni o'ylamagan bo'lishingiz kerak bunaqasini bir narsa tayyorlab qo'yganman. Hozir sizga shu narsani ko'rsatmoqchiman. Gap shundaki, men odatlanganman o'zim sevgan, o'zim yaxshi ko'rgan narsalarni boshqalarga ham ulashishga. Va siz bilan biz atayin ofisda bugun magazinimizda bo'ldik va o'zim oilam bilan sevib iste'mol qiladigan mahsulotlarni sizga ko'rsatdim. Endi esa hozir sizga shunday vaqt keldi, aynan qanday mahsulotlar, qanaqa mahsulotlardan foydalanayotganim va foydalanganimiz haqida mana shu 2 yil mobaynida ko'rsatish vaqti keldi. O'ylayotgandirsiz, hozir men butun magazinni uyga to'plab qo'ydimmi deb. Sal boshqacharoq, keling ko'ramiz. Xush kelibsiz. Tak, детишки. Вот, mana bu Salihaxon, bunisi esa mana Islom. Latifa, idem qizim. Mana bu esa Latifa. Hozir bu qizlar, bu yigit menga yordam beradi. O, jonim meni, go'zalim meni. Hozir sizga nima ko'rsatmoqchiman? Qarang. Mana buni men uchastkadan olib kelib qo'ydim hozir. Bu bizni Ilgrado skоворodkalarimizning korobkalari. Mana bu yerda esa bular hammasi
Bu yerda esa ota-onam bilan biz hovli uyda ishlatgan, uchastkada ishlatgan mahsulotlarni butun upakovkalari. Bu yerda hammasi уже ana ko'ryapsizmi, ular akkuratni qilib, taxlab, solib qo'yishgan. Bir kuni ko'rib qoldim, qarasam musorga otib yuborishayotgan ekan. Men aytdim, "O, stop" dedim. Musorga otmanglar dedim, menga yig'ib berasizlar dedim. Akkuratni qilib mana ikkita mana bu korзинаga yig'ib berishibdi. Mana bu yerda esa yaqinroq kelamiz. Mana bu yerda esa biz уже o'zimiz oilada bolalar bilan ishlatganimiz. Men mana bunaqangi qora paketga to'plaganman. Ko'ryapsizmi? 2 yil davomida to'planganini bilinib turibdi, ilma teshik bo'lib ketgan. U yoqdan bu yoqqa o'taverib. Bu yerda bizda ham upakovka qilingan, hammasi ishlatilgan holda. Xullas qisqasi, bu yerda biz 2 yil davomida oilamiz bilan ishlatgan mahsulotlarimizni polniy chiqindisi tashlab yubormaganmiz. Nimaga tashlab yubormaganimizni bilasiz. Endi ayrimlari tashlangan bo'lishi mumkin, men ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Uyda bizga yordam beradigan bir opamiz bor. Ular bilmay tashlab yuborgan bo'lishi mumkin. Keyin sayohatlarda ham biz haligi nima deydi, o'zimiz bilan olib yurmaymiz-ku musorni. Tashlab yuborgan paytlarimiz bo'lgan. Bu mana bu bizning uyimizdagi Ilgrado skavorotkalarimiz и uyimizga gohida mana bunaqangi korobkalarda ham mahsulotlar kelib turadi. Buni korobkani o'zi turibdi. Gohida ko'p mahsulot olsam korobkaga solib kelaman. Hozir biz farzandlarim bilan birga bitta ish qilamiz. Mana bu yerda biz ataylab qoplar tayyorlab qo'yibmiz. Это stiklo, plastik idish uchun qop. Bu yerda bumaga, qog'oz uchun. To'rtinchisi bizda отходы без сортировки. Ну, boshqa mahsulotlar. Boshqa отходlar. Xullas bizda 4 ta qop bor. Hozir bu 4 ta qopni Islom salg'ob. Hozir hammasini shu bolalar bilan birga sortirovka qilamiz. Наша с вами сейчас задача. Смотрите, здесь у нас мешок пластик. Значит, сюда мы будем кидать пластиковые отходы. Например, вот этот мистик. Видите, да? Она пластиковая. Значит, мы его кидаем куда? Да, вот на этот мешочку. Давайте пошлим уже. Bir chekadan qanaqa mahsulotlar. Так, здесь у нас что там было? Какие у нас бутылки были здесь? Давай покажу. О, кардио. Значит, кардио это 0,3. Uchinchi. X-Pain 18 и Holland Active 20. Так, и здесь у нас без сортировки. Ну, другие. Другие это какие могут быть? Ну, это такие алюминиевые могут быть. Кстати, hali bizda ham bunaqangi alyuminiy paketlarimiz ham chiqadi. Men bularni tashlab yubormayman. Men alohida buni yig'ib qo'yganman. Bular bo'yicha mana bu yoqda ham bor ekan. Ota-onamdan kelgan anaqalarda, demak, sortirovkada. Bularni alohida to'playman. Keyin bitta alohida video qilaman. Aynan Bevron mahsulotlarini bizda oilamiz davomida, oilamizda ishlatilgan упаковкаларni keyin ko'rsataman. Это мы отдельно сортируем, хорошо? Ну что, начали? Начали. О, это что? Бомбочка для ванн. Бомбочка для ванн. Ого, коллаген напиткаларimiz. О, мeni любимый Brain Activity витамином. Так, давайте. Ага. Пребиомикс напиткаларimiz. Хорошо. Fiber Auto S16. Так. Фолиевые кислоты. Фолиевые кислоты. Что там? Velab Kids, витамин D3. Это мумия шампунь у нас, да. Окей. Хорошо. Stress Out. Опять здесь. Лимон. Ваши зубные пасты точки. Все, мы все
Молодцы! Молодцы! Здесь маленькие вещички остались, ладно. Супер. Все сортировали. Ну, давайте теперь в одном месте соберем. Да? Ага. Вот так вот. Endi hammasini bir joyga yig'amiz. Вот hammasini mana sortirovka qildik. Hammasini o'z joy-joyiga qo'ydik. Значит, bu yerda bizda qog'ozlar, korobkalar ikkita bo'ldi. Qog'ozlar 3 ta bo'libdi. Shisha idish eng og'iri. Oho. Plastik ozginagina. Xulosa qilamiz, qarang. 2 yil davomida ishlatilgan mahsulotlarni отходи. Asosan qarang, nima ko'proq ekan? 1, 2, 3 ta qop qog'oz, bumaga, da? Korobkalar, mana hammasi korobkalar. Bu hammasi qayta ishlab chiqariladigan, yengil qayta ishlab chiqariladigan, demak, chiqindilar. Bu yoqda esa shisha, va albatta ularning qopqoqlari bu alyumin. Вот, alyuminiy qopqoqlar. Вот, bular ham qayta ishlab chiqariladi. E'tibor bering, ular kamroq ishlatilgan. Mana, ko'ryapsizmi? Ana endi e'tibor bering. Plastik idishlarimiz qanchalik kam. Ko'ryapsizmi? Biz doim ko'p gapiramiz, aytamizki, biz plastik chiqindilarni deyarli chiqarmaymiz deb. Mana sizga isboti bilan. Plastik chiqindi deyarli yo'q. Asosan qayta ishlab chiqariladi. Bu ham qayta ishlab chiqariladi. Bu ham boshqatdan anaqaga, переработкаga, musorga tashlab yuborilmaydi. Hozir biz buni akkurat olib boramiz. Asosan mana bu hammasi qog'ozlar. Ko'ryapsizmi? Mana shu tarzda men bugun ko'rsatmoqchi edim Greenway Global qanchalik ekologiyani asrayotganiga va tashqariga chiqindi deyarli chiqarmayotganiga, hammasi qayta ishlab chiqariladi va ko'proq nima ishlatyapti? Ko'proq e'tibor bering, qog'oz. Qog'oz. Bu esa bizni planetamizni buzmaydi, atrof muhitni zaharlamaydi, qayta ishlab chiqarishga yana tayyor. Biz buni hozir ko'rib turganingizdek, mana bunday qilib ofislarda ham, mana hozir buni uyda ham ko'rsatdim sizga. Biz buni ataylab sortirovka qilamizki, чтобы hammasi o'z joyiga qo'yilsin va yana qayta ishlab chiqarilishga yuborsin. Keyin sizga men boya va'da qilganimdek, Bevron mahsulotlaridan ishlatilgan upakovkalarni keyin alohida sizga ko'rsataman. Uni men doim yig'ib yurgan. Mana shu sizlarga ko'rsatmoqchi edim do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Ну что, молодцы? Умничка. Молодец.